katta yo'l yuzi shundoqqina Nomzo metron oldida uy qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor tumani Y kvartalida joylashgan 3 xona yevro remontdan chiqqan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ushbu ko'rib turganlaringiz uyimizning mehmonxonasi, zal qismi, birinchi xonamiz, o'zini yumshoq mebel va televizor zonalari bilan birgalikda ko'rib turganlaringdek. Bu yerda esa koridorimiz, glavniy eshikdan kirib kelish. Uyimizda hamma xonalari alohida joylashgan bo'lib, bu yerda esa vannamiz. Uyimiz 9 qavatli binoning 7-qavatida joylashgan. Bu ota-onalar xonasi. Ko'rib turganlaringdek. Kerakli barcha mebel va texnikalar bilan jihozlangan ushbu uyimiz. Umumiy maydoni 72 metr kvadratdan iborat ushbu uyimizda. Bu yerda esa bolalar xonasi, 3-xonamiz. Hamma xonalar alohida joylashgan. Bu yerda esa stroyni shkaflari, albatta glavniy eshikdan kirib kelish, bu yerda ham shkaflar o'rnatilgan. Bu yerda esa hojatxonamiz alohida joylashgan. Ko'rib turganlaringdek va albatta ayollarimiz yoqtiradigan oshxonamiz. Ko'rib turganlaringdek mebel va texnikalar barchasi sifatlilar bilan Hoffman brendidan qo'yilgan. Alohida konditsioner oshxonada ham katta yo'lda yuzi shundoqqina o'tirib ovqatlanish stol stullar. Ushbu 3 xona 72 metr kvadratdan iborat yevro ta'mirdan chiqqan uyimizda egalari videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda 116 ming AQSh dollar narx so'rashmoqda. Ushbu uyimiz agar kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.